Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mavzuyimiz energetik vositalarda moylash materiallarini ishlatish. Reja, detallarning ishqalanishi va yeyilishi haqida tushunchalar. Moylash materiallarining turlari. Moylash materiallarining vazifalari. Moylash materiallari bu moylar, bu qaynash harorati 350 gradusdan yuqori uglevodorodlardan iborat neft fraksiyasidir. Ular suvdan yengil, zichligi 20% haroratda 870-950 kilogramm metr kub, ya'ni suvda erimaydi. Ekspluatatsion texnik talablar asosan doimiy bir xil qovushqoqlikka ega bo'lish, detallarda korroziya hosil qilmaslik, ishqalanuvchi yuzalarni yuvish xususiyati, ya'ni qirindi, mahsulotlari va qurumni yuvib ketish xususiyatiga ega bo'lishi va hokazolardan iborat. Detallarning ishqalanishi va yeyilishi haqida tushunchalar. Har xil qurilma va mexanizmlarni ishlashida detal sirtlari bir-biriga nisbatan tegib, sirpanib harakatlanadi, ya'ni ishqalanib ishlaydi. Buning natijasida detal sirtlari yeyiladi. Ishqalanish kuchi ba'zi hollarda foydalaniladi, ya'ni bular friksion uzatmalar, friksion muftalar, tasmali uzatmalar va boshqalardir. Friksion so'zining lug'aviy ma'nosi, ya'ni ishqalanishli so'ziga mos keladi. Ya'ni detallarni bir-biriga ishqalanish natijasida korroziyaga uchrab, yeyilishi mumkin. Harakatlanayotgan sirtlarning nisbiy siljishi turiga qarab ishqalanishning ikki xil turlari mavjud. Sirpanib ishqalanish, dumalab ishqalanish. Tabiatda va texnikada ko'proq sirpanib ishqalanish hodisasi uchraydi. Ya'ni ishqalanish nisbiy harakat nuqtai nazaridan yana ikki xilga ajralishi mumkin. Statik ishqalanish harakatni boshlanishiga qarshilik va dinamik ishqalanish harakatlanayotgandagi qarshilik. Ya'ni hozir yuqorida aytib o'tganimdek, har bir ishqalanishni, ya'ni o'ziga yarasha turlari mavjud, ya'ni ishqalanish turlari. Bu yerda harakat sirtlarining nisbiy siljish turiga ko'ra, nisbiy harakat nuqtai nazaridan, ya'ni ishqalanish turlari, hozir aytib o'tganimdek, harakat sirtlari nisbiy siljish turiga ko'ra va nisbiy harakatlar turiga. U statik va dinamik. Endi ishqalanish sirtlari orasida suyuqlik bor yo'qligiga ko'ra quruq, yarim quruq va suyuqlik. Dumalab ishqalanish va sirpanib ishqalanish haqida sizga aytib o'tdik. Bu harakat sirtlari nisbiy siljish turiga ko'ra. Sirpanib ishqalanish va dumalab ishqalanish. Sirpanib ishqalanish ishqalanuvchi sirtlar orasida suyuqlik moy bor yo'qligiga qarab quruq, yarim quruq va suyuqligi bo'lishi mumkin. Suyuqlikli ishqalanish ko'rib turganimizga bu yerdagi rasmda birinchi va uchinchi sirpanuvchi detallar va ikkinchi suyuqlik hisoblanadi. Podshipnikdagi ishqalanish suyuqligi bo'lishi uchun moyni minimal qalinligini gidrodinamik nazariyasi asosida aniqlash mumkin. Professor Petrov, ya'ni shu nazariya bo'yicha moy qovushqoqligi yoki moylashning minimal qalinligini topish uchun quyidagi formulani taklif qilganlar va quyidagi formula orqali bu yerdagi ularning qalinligini topish uchun, ya'ni moylarning minimal qalinligini topish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Suyuqlikni ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash formulasi ko'rsatib o'tilgan. Endi moylovchi materiallarning turlari haqida bilib olsak. Moylovchi materiallar asosan moylash materiallari olingan xomashyo bo'yicha mineral va organik material turlariga kiradi. Moylash material turlariga mineral yoki neft moylari ishlab chiqarilayotgan moylarning asosiy qismini tashkil qiladi. 90% dan ortig'i bu moylar olinish usuliga qarab distillyat, qoldiq, aralashtirib tayyorlangan moylarga bo'linadi. Organik moylash materiallar turiga, ya'ni organik bu o'simlik moylari va hayvon yog'laridan olingan moylovchi moddalar sarasiga kiradi. O'simlik moylari ularni urug'lariga
qayta ishlov berish usuli bilan olinadi. Texnikada ko'proq ishlatiladigan o'simlik moylari bu kanakunjut va garchisa, ya'ni qora qalampir moylaridir. Hayvon moylari, yog'lari, mol qo'y yog'lari, texnik baliq yog'i, suyak yog'i va boshqalar hisoblanadi. Organik moylar mineral moylarga qaraganda biroz qimmatroq, lekin ularning asosan ikkita afzalliklari bor. Ya'ni bu afzalliklari moylovchanlik xosalariga yaxshiroq va isib ketganda ham xususiyatlarini kamroq o'zgartiradi. Shu sababli ularni sof holatda emas, balki neft moylari bilan aralashtirib ishlatiladi. Sintetik moylar, ya'ni sintetik moylar bu, ya'ni sun'iy moylar har xil xomashyolar, suyuqlik gazlari va boshqa moddalarni kimyoviy qayta ishlash chiqish orqali olinadi. Bu moylar sun'iy yaratilganligi uchun kerakli sifat va xossalarga ega qilib tayyorlanadi, lekin o'ziga yarasha qimmat bo'lganligi uchun eng zarur mexanizm va mashinalardagina ishlatiladi. Moylar agregat holati bo'yicha quyidagi turlarga bo'linadi, ya'ni suyuq, plastik va qattiq. Suyuq moylovchilar odatdagi bosim va haroratda oquvchi holatda bo'ladilar. Bular neftdan va o'simlikdan olingan moy hisoblanadi. Plastik yoki kondensat, ya'ni loysimon yumshoq moylovchilar, bularga solidol, texnik vazelin, kanstalin, hayvon yog'lari va shu kabilar kiradi. Bular o'z navbatida vazifasiga qarab ishqalanishni kamaytiruvchi, zichlovchi va saqlovchi, konservatsiyalovchi turlari mavjud. Qattiq moylovchi materiallar, ularga grafit, sluda, talk va boshqalar kiradi. Bu moylovchilar oddiy sharoitda qattiq moddalar bo'lib, podshipnikda ishlayotganda ham shundayligicha qoladi. Moylar, ya'ni B moy turlari bo'lgan bo'lsa, bu yerda vazifasiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi. Motor dvigatel moylari, porshinli ichki yoni dvigatelni moylash tizimidagi ishlatish uchun, transmissiya moylari va industrial va gidravlik moylar. Hozir aytib o'tganimdek, motor moylari bu dvigatel moylari hisoblanadi, bular porshin moylari ichki yon dvigatellarni moylash tizimida ishlatish uchun. Transmission moylar bu kuch uzatmasi, ya'ni transmission moylar hisoblanadi. Unda ishlatish uchun mo'ljallangan moylar, ma'lumki, traktor, avtomobil, kombayn va boshqa o'zyurar mashinalarning uzatmalari qutisi, reduktor, differensial mexanizmi, oxirgi uzatma kabi qismlarda ishlatiladi. Industrial moylar bu asosan metallga ishlov berish va boshqa dastgohlarga ishlatishda mo'ljallangan. Gidravlik moylar bu har xil mashina va mexanizmlarning gidravlik suyuqlikli kuch uzatmalari uchun moylovchi materiallar maxsus vazifalar uchun ishlab chiqarilgan bo'lishlari mumkin. Masalan, kompressorlar uchun silindrik moylari, elektroizolyatsiyon, vakuumda ishlaydigan moylar va boshqalar hisoblanadi. Aytib o'tganimizdek, ular vazifasiga ko'ra motor, transmission, industrial va gidravlik moylarga bo'linadi. G toifadagi moylash bu materiallar qo'llanilishi sharoitida harorati bo'yicha ham turlarga bo'linadi, ya'ni past haroratli, o'rtacha haroratli va yuqori haroratdagi moylash materiallari hisoblanadi. Moylash materiallari qo'llanilishi bo'yicha aytganimizga past harorat, ya'ni 60 gradus yuqori bo'lmagan ishlaydigan moylar, priborlar uchun industrial moylar va boshqalar. O'rtacha haroratda 150-200 gradusda ishlay oladigan moylar, turbina moylari, kompressor moylari va silindr moylari va boshqalar. Yuqori haroratda ishlaydigan 300 gradusdan yuqori ishlovchi moylar, bularga asosan motor dvigatel moylari kiradi. Moylovchi materiallarning vazifalari, ya'ni ishqalanuvchi sirlarning yeyilishini kamaytirish, har xil tezlik rejimlarida ham ishqalanuvchi juft yopishib qolmasligini ta'minlash, buning uchun moy podshipniklarda suyuqlikni ishqalanishini ta'minlay olishi kerak. Yana keyingi vazifasi bir-biriga tegib ishlayotgan sirtlar orasida ishqalanish kuchini kamaytirish, ya'ni energiya isrofgarchiligini kamaytirib, mexanizmni foydali ish koeffitsiyentini oshirish. Buning uchun moyning qovushqoqligi katta ahamiyatga ega hisoblanadi.
Keyingi vazifamiz moy qovushqoqligini haroratga bog'liqligi juda sezilarli bo'lmasligi kerak. Bu ayniqsa dvigatellarni qish sharoitida ishlaganda seziladi. Ishqalanayotgan sirtlarda hosil bo'ladigan issiqlikni olib ketish, ya'ni sirtlarni sovutib turish, aks holda sirtlarni ishlash sharoitini og'irlashib ketadi. Detallarning ishlovchi sirtlarini suv, kislota, kislorod ta'sirida korroziyadan saqlab turish. Silindr porshin oralidagi gazlarni karterga o'tib ketishini qarshilik qilinishi, ya'ni silindr porshin juftini zichlantirish kerak. Shunga o'xshagan bir qancha vazifalari mavjud. Ya'ni moylovchi moddalarni ishlash jarayonida qator salbiy ta'sir qiluvchi omillarga bardoshlikligi, ular yuqori harorat, havodagi kislorodning uzluksiz ta'siri, yonish mahsulotlari bilan aralashuv, metall va qotishmalarning katalitik ta'siri. Buni hammasi asosiy vazifalar hisoblanadi. Va podshipniklardagi o'ta yuqori mexanik kuchlanish, moy va sirtlarning tezliklarini o'zgartirib turishi, mashina ishlashidagi keskin o'zgarishlar va boshqalarga chidamlilik. Yuqorida sanab o'tilgan omillarni bittasi yoki bir nechasi ta'sirida moy o'zini dastlabki xossalari va tarkibini o'zgartiradi. Hozirgi bu ko'rib turgan ya'ni rasmimizda ko'rinib turgan mana shu jadvalimizda, grafik jadvalimizda moylovchi moddalarni ishlash jarayonida salbiy ta'sir qiluvchi omillari ko'rsatib o'tilgan. Yuqori haroratli, havodagi kislorodning uzluksiz ta'siri, yonish mahsulotlari bilan aralashishi va ularning metall va qotishmalarni katalitik ta'siri, podshipniklarni yuqori mexanik kuchlanishi, moy va sirtlarning tezliklarini o'zgarib turishi. Buni hammasi asosiy salbiy ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi. Endi hammamizda quyidagi savollar bo'lishi mumkin. Ya'ni detallarni ishqalanish deganda nimani tushunasiz? Detallarni qanday yeyilishi? Moylovchi materiallarga nimalar kiradi va moylovchi materiallarning turlari va sanab bering. Bu sizlarga asosiy savollar hisoblanadi, hurmatli talabalar. Keyingi darsimizda ushbu savollarga tayyorlanib va kerakli ma'lumotlarni olib kelasiz. Ushbu moylarni qanday umuman ishqalanganda, yeyilganda nimalarga e'tibor berish kerak va qanday vazifalar bajarish bo'yicha biz amaliy va laboratoriya ishlarimizni bajarib va ularni amalda sinab ko'ramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar.